Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Avika Saviyasi Surxondaryo Jahongirman. Mana bugun bo'lsa 14-dekabr kechasiga Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarimizga, passajirlarimizga tayyorlab turibmiz. O'tib ketish uchun mana bu yerda esa Sankt-Peterburgdan Zadeshka reysimiz, Samarqand, Toshkent, Termiz yo'nalishlari bo'yicha aviaqatnovlarimiz bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta stoykalarimiz esa mana bu yoqdan to'g'ri bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatdamiz, qo'ldan kelgancha yordamlar qilishga harakat qilamiz. Telegram kanallarimizda ko'rsalaring, har bir yangiliklarda, har bir bo'layotgan yangiliklarni chiroyli qilib yetkazib borishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etasizlar. Qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, qo'ldan kelgancha sizlarga harakat qilamiz. Mana bu yerda har bir passajirlarni, har bir mana bu yerda qo'yilib borilayotgan yangiliklarda arzon variantlarda ham ko'rsalaring bo'ladi. Даже buni internet tarmoqlarida topolmayotgan narxlar chiqarib qo'yamiz. Faqat mana ko'rsatilgan telefon raqamlar bizga tegishli. O'sha raqamlarga bog'langan holda bilet xarid qilaverasizlar. Biz esa xizmatdamiz, hurmatli o'rtoqlar.